Yuridik xizmat ko'rsatish borasida gap ketganda albatta qonuniy hujjatlar ko'z oldimizda gavdalanadi. Aynan mana shunday holatda esa mutaxassisga yuzlanamiz. Mutaxassislar esa o'z mahoratini ushbu sohaning rivoji uchun tashkil etilgan seminarlarda toblashadi. Kuni kecha esa mamlakatimizda yuridik xizmatlar tizimini tubdan isloh qilish, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish hamda huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz aynan shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida mamlakatimizda yuridik xizmatlar tizimini tubdan isloh qilish, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish hamda huquqiy davlat tamoyillarini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Mazkur qaror asosida davlat organlari va tashkilotlarining ayniqsa o'rta va quyi bo'g'in darajasida faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlashni kuchaytirish, ularga sifatli, professional va manzilli yuridik yordam ko'rsatish maqsadida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan. Davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlash, amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash, sifatli va malakali yuridik yordam ko'rsatish, shu jumladan shartnomaviy huquqiy munosabatlar, sud jarayonlari hamda nizolarni hal qilishda amaliy ko'mak berish, xodimlarning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish, o'quv seminarlar, tushuntirish ishlari va metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish orqali profilaktika ishlarini kuchaytirish, davlat tashkilotlarining mulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularni o'z vaqtida va samarali tarzda ta'minlash, qonunchilik ijrosi ustidan monitoringni amalga oshirish hamda davlat organlari tomonidan qabul qilinayotgan hujjatlarda korrupsiyaviy omillarni erta aniqlash va ularni bartaraf etishga ko'maklashish. Ushbu islohotlar davlat boshqaruvi tizimida qonun ustuvorligini ta'minlash, infratuzilmani modernizatsiya qilish, aholi, tadbirkorlik subyektlari va tashkilotlar uchun adolatli huquqiy muhit yaratishga xizmat qilmoqda. Yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar bilan, xususan yuridik xizmat ko'rsatiladigan davlat tashkilotlari xodimlarining huquqiy bilim va savodxonligini oshirish, ular tomonidan yuboriladigan hujjatlarni yuridik xulosalar berish hamda ishlab chiqiladigan hujjatlarda korrupsion holatlarni oldini olishga qaratilgan keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtga kelib yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tomonidan umumiy respublika miqyosida eksterritorial tartibda faoliyat yuritilmoqda. Bu albatta manfaatlar to'qnashuvi va korrupsion holatlarni oldini olishda katta rol o'ynaydi. Hozirgi vaqtda Buxoro shahar yuridik xizmat ko'rsatish markazi faoliyati miqyosida gapiradigan bo'lsak, viloyat kesimida 1041 ta davlat tashkiloti bilan yuridik faoliyat amalga oshirilmoqda hamda o'sha tashkilotlar bilan, ya'ni yuridik munosabatlarda, ya'ni qandaydir yuridik yordam kerak bo'lgan taqdirda bevosita yordam ko'rsatilib, kerakli tushuntirishlar berib borilmoqda. Yuridik xizmatlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. 2020 yildan boshlab viloyat iqtisodiyot moliya bosh boshqarmasida yuriskonsult lavozimida ishlab kelyapman. Ish jarayonida o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezident qarorining 27-33 talablariga asosan 5 yo'nalish bo'yicha ishlab kelyapman. Odatda bizda o'sha sud jarayonlarida juda ko'p hamda uzoq muddatda bo'ladi. Sud jarayonlarida bizning tashkilot javobgar uchinchi shaxs sifatida jalb etiladi. Mazkur ishlarga qatnashib, davlat manfaatlariga hamda byudjet manfaatlariga zarar yetkazilishini oldini olish hamda ortiqcha byudjet mablag'larini sarflashni oldini olish bo'yicha ko'pgina shikoyatlar kiritib, davlat foydasiga undiruvlarni amalga oshirishda samarali ishlab kelyapman. Bundan tashqari, tashkilotimizda har payshanba hamda juma kunlari targ'ibot tashviqot ishlari bo'yicha yig'ilish o'tkazib turaman. Yig'ilishda yangi qabul qilingan normativ hujjatlar bo'yicha hujjatlarni tushuntirish berib, o'sha o'zimiz xodimlarga tushuntirish berib, savol-javob shaklida tushunmagan holatlarni o'sha asoslantirib beryapman. Bundan tashqari, o'sha tashkilotga kelib tushadigan murojaatlarni hamda buyruqlarni qonuniyligini hamda har bitta holat bo'yicha xulosamni taqdim etgan holda o'sha qonun buzilishi holatlarini oldini olish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni amalga oshirib kelyapman.